Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Navoiy shahridaman. Mana yoshlar xiyoboni. Mana bizdani yoshlar markazi ekan. Bu yerga yoshlar xiyoboni. Bu tomon ozero malanga chiqib ketsa. Tomon esa To'qqiz bozorga chiqilgan. Hozir Nurot aka ziyoratga ketamiz. Og'aynilar bilan. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Toza havo, mazza qilib aylanadigan joylar ekanda, daraxtzorlar. Yig'ilgan mana archa, chiroyli joylar ekan. Nurot aka yetib keldik. Nurot yoshlik. Bular olgan joyga xuddi yo'llarda tez ketolmaydi. Nurot tog'lardan oldinga. Sekiziga o'yardi. Şimdi taksiler gidiyor. Sendirga yaqinlashdi. Ha, menda uyni ko'rsatdi. Ha, Ya, uyni. yo'l buradi. Yo'l. O'zini olinadi. Mana bu ko'ndalang bo'ldi, nima qilyapti? Demak, kamera yo'q ekanda. Ayla ola kerak. Dippi to'g'ri aytaychi. Nurot ziyoratgohiga yetib keldik ana. Haydi. Oldindan Nurot mehmonxonasi. Chapga to'xtaymanmi? Yo'q, haydi qaytib olamiz. Manaki. Mana shu yerda to'xtay hay. Ha, o'ra qayер. Kirek shu yerda mana. Bir chorchi zaboga mumkin emas edi. Mumkin emas.
Keling aka. Nurada ziyoratgohiga kirib kelyapmiz. Yo'qa chiqadi-da. Pinchoqqa ular tushadi. Son qutisi. Bak. Ha. Kirib ketishdi. Birga kiraylik. Ayollarga alpinlar borda joy qilib qo'yibdi. Aka. Ha. Baliqlar. Ha. Tegib Hayda, ana. Kammi? Ko'rinmayapti. Suvni tiniqligiga qara. Kam emas. Ay, to'da bo'lib yashayapti. Hayda, to'da bo'lib. Ko'rinmayapti biroz. Mashinaga kiraylik. Meni yopib qo'yibdi-da. Mana baliqlar qara. O'zgul. Tamaki mevasini shu qancha? Zamra qayerga ketdi? Shu tamaki mevasi. Hozir bir o'tasan. Baliq o'ylabga keldik. Oo, bu chiroyli saroyga. Seni turamiz. Yo'q ekanda o'tira. Asıl balık ölçek yedik. 2 şeyden beri. Her çantaya yatır. Her çantaya yatır. Nimaya bo'lish kerak edi? Kilo balık ölçek. Endi baliqni tabakalik joylab buxanka beradi. Qildi qolishi mumkin-mi? Yog'ini oladi buxanga. Ha? Buxanga yog'ni olsa kerak. Yo'q, qiltiq uchun beradi. Qanday u? Qiltiqda ola. Oliylar ham balıqdan.